Mana akam ham 40 chiqibdi. Endi tezroq uyni bo'shattirishimiz kerak. Bo'lmasa ham kelinni akani chaqiraylik. Issiqni go'shtlarni berib yuboraylik. Oyijon, yig'lamayman. Uyga ham xaridor topib qo'yganman. Amaki, uyni sotib olsangiz qayerda yashaymiz? Dadam elib qo'yarlar-ku. Bor yo'qol ayini oldiga. Assalomu alaykum. Keling aka. Assalomu alaykum tog'a. Va alaykum assalom. Sen nima yig'lading? Og'ajon, uyimizni sotib olishyapti. Endi qayerda yashaymiz? Aka uyni sotishmoqchi. Jiyanlaringiz bilan ko'chada qoldi. Aka, uyni bir 80 minglarga olsa kerak-a? Ha, 80 mingga oladi. Narx xaridorim bor. 40 dan bo'lishib olamiz. Kerak mashinani almashtirmoqchi edim. Malibu bosib olamiz endi. Dadasi, sizni mashinangiz bor. Menga ham bitta Gentra olib berasiz-a? Ha, bo'ldi. Bitta Gentra ekanini olamiz. Bu dunyoda yuradigan mashinalaringni o'ylabsizlar-u, qabrga ketadigan mashinalaringni o'ylamabsizlar-da. Bu dunyoda shu norasida yetimlarda ko'chada qolishini o'ylabsizlar-u, oxiratda akangizga qanday javob berishni o'ylamabsizlar-da. Aytib qo'yay, qiyomatda shu ikkita yetim yoqalaringdan ushlab haqqini so'raydi. Yuringlar. Singlim, mana senga uy, xohlaganingdan tanla. Olamiz. Assalomu alaykum, hurmatli mijoz, xush kelibsizlar. Bizdan kuniga 99 mingdan to'lab 2 xonali xonadonni to'liq ta'minlangan holatda xarid qilishingiz mumkin. Bonusga $5000 qiymatga ega yer osti parkovkasini hamda iPhone 17 ni olishingiz mumkin. Hozir sotuvlarimiz yopilgan. Telegram kanalda 20-oktyabr kuni Beshpala Buildings rahbari Abdulaziz Qobulov barcha ma'lumotlarni beradi. Va shundan keyin bemalol kelib xonadonlarda xarid qilishingiz mumkin.